Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yana bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. Narxlari ham kelishilgan holatda. 3 xona, 8-etaj, 16-etajli novostroykamiz. Bu joyimizning manzil Yangi Darxon 2, Yangi Hayot tumani Sergeliga qarashli. Metroga ham uncha uzoq bo'lmagan, 1,5 kilometr chiqadi. Misol uchun peshkom borsa ham 15 minutda yetib boriladi. Mahallamiz tinch, yaxshi mahalla, magazinlar, parkovkalar juda ham ko'p. Tom pastda ham ko'p zilon zonalar, haqacha skameykalar turibdi. Bu uyimizda 3 xona, 70 kvadrat, juda chiroyli planirovkada. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, planirovkalarni ko'rib o'zlaringiz tushunib olasizlar. Juda ham qulay oilaviy yashashga, sharoitlari ham yaxshi. Ikkita lifti bor. Ikkita lift 16 etajga bo'lganiga, bittasi passajirni, bittasi gruzovoy. Bular o'chmaydi. Quyosh batareykalar qo'yilgan, ya'ni mana bunaqa generatorlar ham qo'yib qo'yilgan. Shtobi svit o'chib qolsa ham domga lift bilan podyezdga yonib turadi. Детский plashatkalari bor. Maktab, bog'cha ham juda yaqin, dom orqasida. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men hozir uyda obzorini qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Xonadonimizga ham kira oldik. Kira uchun shunaqa koridor. Ko'rishinglar mumkin, koridor ham juda kengashgina, katta. Mana bu yerga bemalol mebellarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Kirganimizda o'ng qo'lda sanuzul. Bu birinchi sanuzul. Birinchi sanuzul ichma joylashgan. Kafillar qilib juda chiroyli qilib qo'yilgan, haytish eshiklar qilingan. Bu fermanning remontida turibdi, gaz remontida turibdi. Xolasalaring aboy yopishtirib olsanglar ham bo'laveradi ustidan bitta gruntovka urib. Shunday yevro remont uy bo'ladi, mebel texnika qo'ysanglar. Bu spalni, родительский. Spalnida o'zining balkoni bor. Ko'rishinglar mumkin. Hamma joy ko'rinadi. Parkovkalar, mana bu yerda Elnur market. Mana bu dom orqasidan korzinka tushyapti. Yaqinda o'zi bo'ladi. Mana bu stadionlar, plashatkalar juda ko'rinib turadi. Misol uchun bolalaringni pastga tushirib yorib, o'yingohlarga tushirib yorib qarab tursanglar bo'ladi. Kiraverish bu yoq kiraverish, bu yoqda jek bor. Aytganimdek, planirovkasi juda qulay deganim sababi родительский spalniga ham yana bitta sanuzul bor. Ko'rib tursiz, juda qulay. Uncha xonadonlarda novostroyka domlarda bunaqa sharoit bo'lmaydi. Buni fermani o'zi shunaqa qilib qurilgan. Bu xonamiz zal. Eniga ham katta, to'rtburchak xonadon. Zalimiz. Bu oshxona. Oshxona bu yoqda ilgari kvartirantlar turishgan. Kvartirantlarga moslab berganmiz. $450 turishgan. Endi gilam planlarini olib kelib berganmiz, olib chiqib ketdik. Endi turadigan odam, sotib olib turadigan odam o'zi uchun sharoit qilib oladi. Uyimizni biz pustoy holatda sotyapmiz, oshxona mebellari qoladi faqat. Eng oxirida детский. Детskiyni ko'rishingiz mumkin. Bolalar uchun juda qulay xonacha. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, $64,500 deb qo'ydik. Savdosi bor. Juda endi tushib bermaymiz-ku. Sunnatiga bu narsa o'tib beramiz, notarius nimalariga o'tib beramiz. Uy ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bizlarni kuzatib boringlar. Telegram kanallarimizga ham bundan ham qiziqroq variantlar tashlab boramiz. Bu uyimizni ipotekaga bermaymiz, faqat naqdga sotamiz. 70 kvadrat kadastrda. 3 xona, 2 ta sanuzul, razdельный variant. Juda yaxshi holatda uyimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.